Bir ayına 1.817.000 so'mdan Trekker avtomashinasi yurtdoshlar. Videoni oxirigacha ko'rib tursanizlar, oxirida to'liq ma'lumotni berib o'tamiz sizlar uchun. Xorazm Avtotek xizmat salon to'liqroq ma'lumot berishga harakat qiladi. Yurtdoshlar, Xorazm Avtotek xizmat salonidan mashina haqida to'liqroq ma'lumot beramiz. Oqshom Damoz haqida ma'lumot berdik. Ko'pchilik insonlar so'rabdi, kommentariyada so'rabdilar. Trekker Premier haqida to'liqroq ma'lumot bering. Necha so'm to'lasak, necha so'mdan chiqadi, oyina necha so'mdan to'laymiz deganlar uchun xudo xolasa O'rbek ham to'liqroq bugun sizlarga tushuntirish harakat qiladi. Sizlar videoni diqqat bilan ko'rib, albatta bir like bosib qo'yinglar yurtdoshlar. Tayyormisiz? Tayyor. Boshladik aka. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, Xorazm Avtotek xizmat abonachilari. Sizlarga bugun Trekker avtomobilini Premier Plus variantini rassrochka bo'yicha berilish tartibini tushuntirib o'taman. Ya'ni avtomobilning narxi 272.656.160 so'm bo'ladi. Shu narxni 25% to'laydigan bo'lsangiz 68.164.000 so'm to'laysizlar. Ya'ni 2 yil beriladi unda. Har oyina 8.520.000 so'mdan tushadi. Agar menda pul ko'proq desangiz 30% to'laysiz. Ya'ni 30% 81.796.000 so'm bo'ladi. Buni 30 oyga bo'lib beramiz. Ya'ni har oyina 6.361.000 so'mdan tushadi. Agar 40% to'laydigan bo'lsangiz 109 million so'm to'lanadi. 3 yil beriladi, 0% dan bo'ladi. Har oyina 4.544.000 dan tushadi. Endi menda pulim ko'proq, 50% imkoniyatim bor deganlar uchun 50% to'laysiz, ya'ni 136.328.000 so'm bo'ladi. 48 oyga bo'linadi, ya'ni 4 yil. 4 yil. Har oya 2.840.000 so'mdan tushadi. O'zingiz ham bo'lib ko'rishingiz mumkin. Agarda menda pulim bundan ham ko'proq pulim bor, lekin ozroqdan tushsa oylik to'lab desangizlar, xohlasanizlar 60% dan to'lab berasizlar. Ya'ni 163.593.000 so'm bo'ladi. Buni 5 yil bo'lib beramiz, ya'ni 60 oyga. 60 oy. Har oyga 1.817.000 dan tushadi yurtdoshlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Salomat bo'lasiz. Rahmat. O'rbek ham yana sizlar uchun xudo xolasa hamma narsani to'g'rilab qo'yibdi yurtdoshlar. Lishi savollara, lishinelere hojat qolmadi degan umiddamiz. Nechun desa, videomizda to'liq ma'lumot berdik yurtdoshlar. Uyda o'tinglar, hisob kitob aytib, sengizga qarab bemalol bizning Xorazm Avtotek xizmat salonina kelsangizlar, mashinalarimiz sizlar uchun tayyordir yurtdoshlar. Salomat bo'lasizlar. Tushundingmi? Erkin.